Burun bitishi. Nima uchun meni burnim bitadi? Burnimga tomchilar tomizsam bo'ladimi? Burnim allergiya hisobiga bityaptimi yoki shamollash hisobiga bityaptimi? Birinchidan, ikkinchidan qanaqa qilib ajratib olishimiz mumkin? Allergiyaga xos belgilardan 3 ta belgisi bor. Burun usti qichishi, rangsiz suv kelishi, aksirish. Ko'pincha allergiya holati bu mavsumiy holat bo'ladi. Shamollash bu ham mavsumga bog'liq joyi bor. Sovqotishdan, yozda ham bo'lishi mumkin. Muzdek suv ichishdan. Bu qisqa vaqtli bo'ladi. Har doim ham tana harorati ko'tarilishi bilan ham kechadi. Shamollashga bog'liq burun bitishi. Bu eng yengil, eng qisqaroq yo'li ajratish birdan ikkinchisini ajratib olish uchun eng avvalo o'z mutaxassisga murojaat qilishimiz kerak. Endi ikki holatda ham burun ochuvchi tomchilarni ishlatishimiz mumkinmi yo'qmi? Mana shu narsa qiziq. Ayrim insonlar aytadiki, burunni nafasni ochuvchi tomchilarni ishlatganimizda o'rganish bo'lib qoladi-da, o'rganish bo'ladi. 7 kun, 8 kundan oshuv tomizilganda o'rganish bo'ladi. Burunni qurishiga sabab bo'lishi mumkin. Mana shu holatlarni ertaroq bartaraf etish uchun sizda mana shu aksirish, burun bitishi yoki burunlar rangsiz suv kelishlari bo'layotgan bo'lsa, siz zudlik bilan shifokorga murojaat qiling. Chunki har bir kuningiz burunga tomizayotgan tomchingiz har bir kuni chegaralangan. Boshqa tomondan chegaralanmagan bo'lsa ham bu sizni shu berilayotgan tomizayotgan tomchilarga o'rganib qolish oldini olgan bo'lasiz, bartaraf qilgan bo'lasiz bir tomondan, ikkinchi tomondan o'z vaqtida mutaxassis tomonidan belgilangan davo, ya'ni kerakli davoni olgan bo'lasiz.